Va alaykum assalom. Vau, oğlum qani? Nimalar yutdingiz? Nimalar o'ynadingiz? Shaxmat bilan tennis. Bu yoqqa aytib ber. Siyo, diplom bilan taqdirlanadi. Shaxmat va tennisdan qanaqadir musobaqa mana yoshlarning vaqti mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan stol tennisi musobaqasida faol ishtirok etgan. Bunisi shaxmat musobaqasi. Ko'rsatchi, aytib berchi o'g'lim. Kamerada. Okey. Aytib ber, medallaring nima bular? Shaxmatdan ping-pong tennis. Shaxmatdan 3-o'rin, tennisdan Bir o'zi yoshlar bo'yicha bir, lekin professionallar bilan o'ynamabdi, havaskorlar bilan o'ynab 1-o'rin. Barakalla o'g'lim. Demak, yoshlar vaqtini mana shundoq mazmunli o'tkazishyapti. Men ishdan nari keldim. Faridaxon uydan chiqdi. Akasi chaqiribdi.